Muxlislar nega o'yin paytida maydonga yugurib chiqishini bilasizmi? Bu shunchaki jinnilik va diqqatni tortish urinishi ko'rinadi. Ba'zan ular butun shou qo'yishadi, qo'riqchilardan qochishadi, to'plarni o'g'irlashadi yoki o'yinchilarni quchoqlashadi. Lekin o'z taktikalari ham bor. Ba'zi muxlislar raqibning xavfli hujumini to'xtatish yoki jamoani ritmdan chiqarish uchun yugurib chiqishadi. Qahramonlarmi yoki qonunbuzarlarmi? Hal qilish sizga bog'liq. Jahon chempionati o'yinining so'nggi soniyalarida Daniya himoyachisi jarima maydonida raqibni yiqitdi va hakam darhol penalti belgiladi. Darvozada Kasper Shmeychel turibdi. Tribunada esa uning otasi, afsonaviy Petr Shmeychel. To'p Modrichda, Petr esa qattiq xavotirda. Mana Luka zarba berdi, lekin Kasper qutqardi va mamlakat qahramoni hamda otasining g'ururi bo'ldi.